Assalomu alaykum. Aziz opa-singillar, hurmatli onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga ayol pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartib haqida sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumotni beparvo o'tkazib yubormang, chunki u pensiya miqdori, qayta hisoblash, qo'shimcha hujjatlar va ayollarning ilgari hisobga olinmagan mehnat davrlariga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun shunchaki umumiy gap aytmayman. Qaysi holatda ayol pensioner yutadi? Qaysi holatda ariza berish kerak? Qaysi hujjatlarni yig'ish lozim? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi? Hammasini birma-bir tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni onangizga, opangizga, buvingizga, qo'shningizga yuboring. Chunki ko'p ayollar o'z haqqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Avval qanday edi? Ko'p ayol pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda faqat o'sha vaqtda qo'lida bor hujjatlar asosida pensiya tayinlangan. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin bir korxona yopilib ketgan. Yoki ayol kishi yoshligida kolxozda ishlagan, keyin zavodda ishlagan, keyin farzand ko'rgan, uyda bola parvarishi bilan shug'ullangan, keyin yana ishga qaytgan. Lekin pensiya tayinlash vaqtida bu davrlarning hammasi to'liq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Natijada nima bo'lgan? Pensiya hisoblanayotganda ayrim yillar stajga kirmay qolgan. Ayrim ish haqi ma'lumotlari topilmagan uchun o'rtacha daromad pastroq olingan. Ayrim ayollar esa endi pensiya tayinlandi bo'ldi, boshqa hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylab yurishgan. Yangi tartibning quvonchli tomoni shundaki, agar ayol pensionerda ilgari hisobga olinmagan staj, ish haqi, mehnat davri yoki qonun bo'yicha pensiyaga ta'sir qiladigan boshqa asoslar bo'lsa, ularni qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor. Ya'ni pensiya bir marta tayinlandi degani butun umr o'zgarmaydi degani emas. Agar sizda qo'shimcha hujjat chiqsa, arxidan ma'lumot topilsa, mehnat daftarchasidagi yozuv aniqlashtirilsa yoki ilgari e'tiborga olinmagan davr tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Men bu yerda juda muhim bir narsani alohida aytaman. Har bir ayolning holati alohida ko'riladi. Bir odamga tegishli bo'lgan qoida ikkinchi odamga avtomatik tarzda qo'llanmaydi. Shuning uchun qo'shnining pensiyasi oshibdi, demak meniki ham oshadi deb o'ylash to'g'ri emas. Lekin meniki hech qachon oshmaydi deb qo'l siltash ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tekshirish, stajni solishtirish, ariza berish va rasmiy javob olish. Endi asosiy o'zgarishni oddiy qilib tushuntiraman. Ayol pensionerlar uchun eng muhim masala pensiya hisobida inobatga olinadigan mehnat staj va daromad ma'lumotlari. Agar avval biror davr hujjat yo'qligi sababli hisobga olinmagan bo'lsa, endi ayol pensioner uni tasdiqlovchi hujjatni topshirib, qayta hisoblashni so'rashi mumkin. Bu hujjat arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan berilgan ma'lumot, mehnat daftarchasidagi yozuv, sud qarori yoki boshqa rasmiy tasdiq bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1978 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqayotgan paytda fabrikadan ma'lumot topilmagan. Mehnat daftarchasida yozuv noaniq bo'lgan yoki muhr yomon tushgan. Shu sababli o'sha 7 yil to'liq hisobga olinmagan. Keyinchalik arxidan hujjat topildi. Ana shunday holatda ayol pensioner pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, mening pensiyamni ushbu yangi tasdiqlangan staj asosida qayta hisoblab bering deb ariza yozishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi ko'p yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda faqat past oylik olgan yillari hisobga olingan. Keyin u yuqoriroq maosh olgan davri bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasini topdi. Agar qonuniy tartibga ko'ra ushbu ma'lumot pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayrim hollarda kichik farq beradi. Ayrim hollarda esa sezilarli farq berishi mumkin. Birinchi navbatda pensiyaga ancha oldin chiqqan ayollar e'tibor berishi kerak. Chunki 1990-yillar, 2000-yillar boshida ko'p korxonalar yopilgan, arxivlar boshqa joyga ko'chgan, ish haqi ma'lumotlari yo'qolgan yoki vaqtida olinmagan. O'sha davrda pensiyaga chiqqan ayollarda hisobga kirmay qolgan davrlar ko'proq uchraydi. Ikkinchi navbatda mehnat daftarchasida ko'p joyda ishlagan ayollar tekshirishi kerak. Masalan, bir ayol avval bog'chada ishlagan, keyin savdo tashkilotida ishlagan, keyin fermer xo'jaligida ishlagan, keyin maktabda farrosh bo'lgan. Bunday holatda har bir ish joyi bo'yicha yozuvlar to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Ishga kirgan va chiqqan sanalar bormi? Muhr va imzo bormi? Shular tekshiriladi.
Uchinchi navbatda farzand parvarishi davri bor ayollar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayol kishi farzand ko'rganda bola parvarishi uchun ma'lum davr ish stajiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham har doim avtomatik emas. Hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, mehnat daftarchasi bilan moslik, bularning hammasi ahamiyatli. 4-navbatda familiyasi o'zgargan ayollar albatta tekshirsin. Juda ko'p opa-singillarimiz qizlik familiyasi bilan ishlagan, keyin turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan. Ish joyidagi eski hujjatda bir familiya, hozirgi pasportda boshqa familiya bo'ladi. Agar bu bog'liqlik hujjat bilan tasdiqlanmasa, ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xatolik bo'lmasa, ish haqi ma'lumotlari to'liq inobatga olingan bo'lsa, unda katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir men mutaxassis sifatida bir marta tekshirtirib olishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam o'zi ham bilmagan holda bitta yil, 2 yil, hatto 5 yil staj hisobga olinmay qolgan bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz qonunda belgilangan eng kam miqdor atrofida bo'lsa, qo'shimcha staj topilishi har doim ham katta o'sish bermasligi mumkin. Lekin bu foydasi yo'q degani emas. Ba'zi holatda qo'shimcha staj pensiya turiga, ustama huquqiga yoki boshqa ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun xulosa chiqarishga shoshilmang. Agar siz umuman ishlamagan bo'lsangiz yoki faqat uy bekasi bo'lgan bo'lsangiz, bu yangi tartib sizga to'g'ridan-to'g'ri pensiyani oshirib bermasligi mumkin. Lekin farzandlar, o'quvchisini yo'qotganlik, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlanganlik yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha alohida huquqlar bo'lishi mumkin. Ya'ni har bir holatni alohida ko'rib chiqish kerak. Birinchi misolni olaylik. Dilbar opa 12 yoshda. U 1990 yildan 1992 yilgacha paxta tozalash korxonasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanida faqat 9 yil tasdiqlangan, qolgan 4 yil bo'yicha hujjat topilmagan. Dilbar opa korxona allaqachon yopilgan. Endi hech narsa qilib bo'lmaydi deb o'ylagan. Keyin farzandi tuman arxiviga murojaat qilgan. Arxivdan ishga qabul qilinganlik va ishdan bo'shaganlik haqidagi buyruq nusxalari topilgan. Natijada Dilbar opa pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilgan. Agar ushbu davr qonuniy tartibda tasdiqlansa, uning umumiy staji oshadi va pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi misol. Munira opa pensiyaga chiqqanda 24 yil staj bilan hisoblangan. Aslida u 29 yil ishlagan. Farq qayerda? U 5 yil davomida boshqa viloyatdagi tikuv sexida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lgan. Pensiya tayinlayotgan xodimlar bu yozuvni to'liq qabul qilmagan. Keyin Munira opa o'sha viloyat arxividan ma'lumotnoma olgan. Bu hujjatda uning ism familiyasi, ishga kirgan sanasi, bo'shagan sanasi va lavozimi ko'rsatilgan. Mana shu kabi ma'lumotlar pensiya hisobida juda muhim. Uchinchi misol. Zaynab opa 3 farzandning onasi. U ishlagan, keyin farzandlarini parvarish qilgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya tayinlanayotganda ayrim farzandlarining tug'ilganlik guvohnomasi topshirilmagan, chunki kerak emas deb o'ylashgan. Keyinchalik u hujjatlarni to'liq yig'di. Agar bola parvarishi bilan bog'liq davrlar amaldagi tartibga ko'ra stajga kiritilishi mumkin bo'lsa, bu uning pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. 4-misol. Saodat opa oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lgan. Pensiyaga chiqayotganda ayrim yillardagi ish haqi ma'lumotlari kiritilmagan. Chunki maktabdagi eski hisob-kitob hujjatlari topilmagan. Keyin tuman xalq ta'limi bo'limi arxividan ish haqi vedomoslari bo'yicha ma'lumotnoma topilgan. Agar o'sha yillardagi ish haqi avval hisobga olingan davrdan yuqoriroq bo'lsa, pensiya miqdori qayta hisoblanganda farq chiqishi mumkin. Endi juda muhim ogohlantirishlarni aytaman. Birinchidan, har qanday qog'oz pensiyani oshirib yubormaydi. Hujjat rasmiy bo'lishi kerak. Unda tashkilot nomi, sana, raqam, imzo, muhr yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Oddiy, falonchi shu yerda ishlagan degan norasmiy xat yetarli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, staj ko'paygani bilan pensiya har doim katta miqdorda oshmaydi. Pensiya formulasi faqat stajga qarab emas, ish haqi davr, pensiya turi, amaldagi cheklovlar va boshqa ko'rsatkichlarga qarab hisoblanadi. Shuning uchun ba'zi opa-singillarimiz men yana 3 yil topdim.
Nega pensiyam 2 barobar oshmadi deb ranjiydi. Aslida 30 yil staj qo'shilishi pensiyaga ma'lum foiz yoki ma'lum ta'sir berishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda juda katta pul degani emas. Uchinchidan, ariza berilgan sana muhim. Ko'p hollarda qayta hisoblash ariza va hujjatlar taqdim etilgan vaqtdan boshlab ko'riladi. Shuning uchun hujjat topib qo'yib, uyda 1 yil saqlab yurish noto'g'ri. Bugun topdingizmi, imkon qadar tezroq murojaat qiling. Chunki vaqt o'tgan sari siz olishingiz mumkin bo'lgan farqni kechiktirasiz. 4-dan, familiya, ism, otasining ismi bir xil yozilmagan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, eski hujjatda Gulchehra deb yozilgan. Pasportda Gulchehra bo'lishi mumkin. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdullovna yozilgan bo'ladi. Bunday mayda tuyulgan farqlar rasmiy tekshiruvda ahamiyatga ega. Shu sababli hujjatlarni topshirishdan oldin ism familiyalarni solishtirib chiqing. 5-dan, arxiv ma'lumotlari topilmasa, hammasi tugadi degani emas. Ba'zan sud orqali yuridik faktni belgilash imkoniyati bo'ladi. Masalan, odam haqiqatda ishlagan, lekin korxona hujjatlari saqlanmagan. Guvohlar, boshqa hujjatlar, eski ma'lumotnomalar, kasaba uyushmasi biletlari, mukofot hujjatlari yoki boshqa dalillar bo'lishi mumkin. Bunday holatda malakali yurist bilan maslahatlashish kerak. 6-dan, boshqa to'lovlar bilan adashtirmang. Pensiya qayta hisoblanishi bir masala, ijtimoiy yordam, kompensatsiya, nafaqa, kommunal imtiyozlar boshqa masala. Ayol pensioner bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalish bo'yicha huquqqa ega bo'lishi mumkin, lekin ularning har biri alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam. Uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa shu haqdagi hujjatlar. Eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa, ularni alohida papkaga soling. 2-qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan ko'rib chiqing. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana bormi? Ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Muhr bormi? Lavozim ko'rsatilganmi? Shularni tekshiring. Agar biror joyda yozuv xira bo'lsa, sana tushunarsiz bo'lsa yoki muhr yo'q bo'lsa, aynan shu joy muammo tug'dirishi mumkin. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki pensiyamni oshirib bering demang. Aniq yozing. Mening pensiyamni qo'shimcha taqdim etilgan ish staji va daromad ma'lumotlari asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar qaysi davr haqida gap ketayotganini bilsangiz, masalan, 1994 yildan 1909 yilgacha bo'lgan ish davrimni hisobga olishingizni so'rayman deb ko'rsating. 4-qadam, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing. Juda muhim. Arizani topshirgandan keyin qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Agar elektron tarzda yuborsangiz, elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Chunki keyin javob kechiksa yoki hujjat yo'qolsa, sizda murojaat qilganingizni isbotlovchi dalil bo'ladi. 5-qadam, agar sizga hujjat yetarli emas deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat yetishmayotgani, qaysi davr tasdiqlanmayotgani, nima sababdan qabul qilinmayotgani haqida yozma tushuntirish so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi harakatingizni aniq qilasiz. Arxivga borasizmi? Ish joyiga murojaat qilasizmi? Sudga chiqasizmi yoki yuqori tashotga shikoyat qilasizmi? 6-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari ko'pincha tuman, shahar yoki viloyat arxivida saqlanadi. Arxivga murojaatda ism, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz, ishlagan korxona nomi, taxminiy ish davri, lavozimingizni yozing. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topish shuncha oson bo'ladi. Masalan, 1996-1995 yillarda Andijon tikuv fabrikasida tikuvchi bo'lib ishlaganman degan ma'lumot arxiv xodimiga qidiruvni yengillashtiradi. 7-qadam, javobni kuting va tekshiring. Pensiya qayta hisoblanganda sizga natija aytilishi kerak. Agar pensiya oshsa, qaysi sanadan oshgani, qancha farq hisoblangani, yangi miqdor qancha bo'lgani bilan tanishing. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Sabab asosli bo'lsa, yetishmayotgan hujjatni topishga harakat qiling. Sabab asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi xato men bilmayman, bolalarim biladi deb hammasini farzandlarga tashlab qo'yish. Albatta, farzandlar yordam bersin,
Lekin ayolning o'zi qayerda ishlaganini, qaysi yillarda ishlaganini, qaysi joyda familiyasi qanday yozilganini ko'proq eslaydi. Shuning uchun hujjat yig'ishda onaxonlarning xotirasi juda muhim. Ikkinchi xato eski hujjatlarni keraksiz deb tashlab yuborish. Ba'zan bitta eski ma'lumotnoma, bitta mukofot varaqasi, bitta buyruq nusxasi yoki kasaba uyushmasi bileti katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Eski qog'ozlarni ko'rmasdan yo'q qilmang. Uchinchi xato faqat og'zaki murojaat qilish. Bordim, aytishdi, bo'lmas ekan degan gap huquqiy natija bermaydi. Har doim yozma ariza, ro'yxat raqami va yozma javobga intiling. Chunki og'zaki javobni keyin isbotlab bo'lmaydi. To'rtinchi xato hujjatdagi xatolarni o'z vaqtida tuzatmaslik. Agar pasportdagi familiya bilan mehnat daftarchasidagi familiya farq qilsa, buni aniqlashtirish kerak. Agar tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu ham muammo. Mayli tushunishadi deb o'ylamang. Rasmiy idoralarda har bir harf va sana ahamiyatli. 5-xato boshqa odamning tajribasini o'ziga to'liq ko'chirish. Qo'shningizga 200 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham aynan shuncha qo'shiladi degani emas. Sizning stajingiz, maoshingiz, pensiya turi va hujjatlaringiz boshqacha. Shuning uchun har bir ish individual hisoblanadi. Men ko'p yillik tajribamdan shuni aytaman. Ayollar ko'pincha o'z mehnatini past baholaydi. Men shunchaki bog'chada ishlaganman. Men oddiy farrosh edim. Men kolxozda ishlaganman. Undan nima foyda deb o'ylaydi. Aslida har bir rasmiy mehnat kuni, har bir tasdiqlangan davr pensiya masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan ayollar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki ko'p ayollar mavsumiy ishlarda, fermer xo'jaliklarida, shirkatlarda, maktablarda, tibbiyot punktlarida, savdo nuqtalarida ishlagan. Ayrim davrlar hujjatlashtirilgan, ayrimlar esa noto'liq qolgan. Agar sizda shunday shubha bo'lsa, baribir foydasi yo'q demang. Bir marta tekshirtiring. Farzandlar uchun ham alohida aytaman. Onangizning pensiyasini tekshirish bu faqat pul masalasi emas. Bu adolat masalasi. Ona yillar davomida ishlagan bo'lsa, uning mehnati hujjatda to'g'ri aks etishi kerak. Agar siz bir kun vaqt ajratib arxivga so'rov yuborsangiz, onangiz har oy qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu pul dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov yoki shunchaki o'z ehtiyoji uchun yordam bo'ladi. Eng avvalo, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. U yerda sizning pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlar bo'ladi. Siz ulardan pensiya qaysi staj asosida hisoblanganini, qaysi davrlar kiritilganini, qaysi hujjatlar mavjudligini aniqlashtirishingiz mumkin. Agar ish joyi hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, o'sha tashkilotning kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyasiga murojaat qilasiz. Ulardan ish staji va ish haqi haqida rasmiy ma'lumotnoma so'raysiz. Ma'lumotnomada sana lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi miqdorlari aniq ko'rsatilishi kerak. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilasiz. Tuman arxivi, shahar arxivi yoki viloyat arxivida eski korxona hujjatlari saqlanishi mumkin. Ba'zan hujjatlar bir idoradan boshqasiga o'tgan bo'ladi. Birinchi javobda topilmasa ham qaysi arxivga topshirilganini so'rab bilish kerak. Agar hujjatlar topilmasa, lekin sizda ishni tasdiqlovchi boshqa dalillar bo'lsa, yuridik maslahat olish kerak. Ba'zi holatlarda sud orqali mehnat qilganlik faktini belgilash masalasi ko'riladi. Bu yo'l oson emas, lekin ayrim ayollar uchun yagona imkoniyat bo'lishi mumkin. Aziz opa-singillar, hurmatli onaxonlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa ham, agar sizda ilgari hisobga olinmagan staj, ish haqi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish imkoniyati mavjud. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun hujjatlarni yig'ish, ariza berish, javobni yozma olish va kerak bo'lsa arxivlarga murojaat qilish zarur. Men sizga vahima qilishni emas, tartibli harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi ish, hujjatlarni tekshiring. Ikkinchi ish, qaysi davrlar pensiyaga kiritilganini aniqlang. Uchinchi ish, yetishmayotgan hujjatlarni topishga harakat qiling. To'rtinchi ish, rasmiy ariza bilan murojaat qiling. Mana shu oddiy qadamlar ko'p ayollarning pensiya masalasida o'z haqqini tiklashiga yordam beradi. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda ham hisobga olinmagan ish yillari bo'lishi mumkinmi? Bu videoni albatta barcha ayollarga yuboring. Chunki bugun siz yuborgan bitta video kimningdir pensiyasini qayta tekshirtirishiga.
o'z haqqini talab qilishiga va hayotini biroz yengillashtirishiga sabab bo'lishi mumkin.